So'nggi yillarda mamlakatimizda fuqarolarning muqaddas haj va umra ziyoratlariga borishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilgani bois ziyoratchilarni yuborishga ruxsatnomasi mavjud bo'lmagan turistik firmalarning ham soni tobora ortib bormoqda. Respublikamiz miqyosida davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlar doirasida Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti, Davlat xavfsizlik xizmati va Toshkent shahar Uchtepa tuman prokuratura xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqarolar ishonchiga kirib mijozlarni aldab, ularni chuv tushirib kelgan tur firma firibgarlari qo'lga olindi. 1989, 1992, 1997, 2000-yillarda tug'ilgan ushbu shaxslar bir guruh bo'lib, umra ziyoratini niyat qilib, ziyorat uchun pul to'plab kelgan yana bir mijozni ishonchiga kirib, umra ziyoratiga jo'natishini aytib, oldindan kelishilgan 1,5 ming AQSh dollar miqdordagi pullarni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur aniqlangan holat yuzasidan ushbu jinoiy guruhga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ogoh bo'ling. Muqaddas haj va umra ziyoratlariga borishda shu kabi firibgarlarning tuzog'iga tushib aldanib qolmang. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham shubhali shaxslar yoki ularning nojo'ya xatti-harakatlari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.